Nima buyurasiz? Nimalar bu? Oz. Xo'sh, qanaqa ovqatlar bor ekan? Osh. Oz. Varaqqa yozib keldim. Bu yoqda faqat osh yozilgan-ku. O'zi osh markazi ekan-da bu. Bo'pti, to'y oshi bormi? Oz. To'xta. Bor xo'jayiningni chaqir. Yo'q bo'ldim aka. Zo'r yuvibsan. Bu meni mashinam emas, narigisi meniki. Shunda pulim bermaysizmi? Shu orqadagi materiallarni tomga olib chiqish kerak ekan. Haydavermaslaringizdan o'zim keta qolay. Oldin ukol qilganmisiz? Doktor, ukol qanchada ta'sir qiladi? Ta'sir qilyapti. Allo, aya? Men ro'za tutmoqchiman. Ro'zani 10-kunimi? Ha, bo'lmaydimi? Bo'ladi, tutaver. Xo'p. Ana ro'za tutganlar uchun suv yo'qmi? Tushundim. Allo, aya? Vaqt o'tmayapti-ku. Biror kimga yordam ber, savob ish qil. Hayvonlarga ham yordam bersam bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Allo, aya? Men baliqlarga yordam berdim. Nima qilib yordam berding? Magazinda hamma baliqlarni olib bitta amakiga berdim. U amaki hamma baliqlarni uyiga qaytarar ekan, daryoga. Aka, bu qancha? 300 ming. Ana ro'za tutganlarga skitka qilib bermaysizmi? Mayli, qilib beramiz. Qancha skitka qilib beraylik? 28 ming pulim bor edi. Uyalmaysizlar ro'za oyi shunaqa ish qilishga. Aql o'rgatyapsan? Sen qo'lingni aql o'rgatmagan. Sanga o'xshagan ba'zi bir insonlar uyalishi kerak. Ertalab saharxo'rlik qilib, shu bilan iftorgacha uxlaydigan. Shu ro'za tutishmi? Kim aytdi? Ayam aytdimi? Nimani? Abidgacha uxlaganimda. Bolalar bugun kechga klubga boramiz qizlar bilan. Sen borasanmi? Конечно. Sanchi? Aya klubga borsam maylimi? So'roq qo'y. Aya qaysi biridan olay? Qizildan olur. Aya nima ovqat yey? Suyuq ovqat ye, bo'lmasa oshqozoning og'riydi. Suyuq ovqat bering. Mastabami, sho'rvami? Aya? Kecha karilayotganding urishasanmi endi? Alo, aya? Urushasanmi deyapti, urushaveringmi? Urushma, usting kir bo'ladi. Yalang'och urushasanmi? Menga uylanasizmi, yoki bunga uylanasizmi? Xo'sh. Aya qaysiga uylanaman? Sevinchga uylanasan. Sevinch senga uylanar ekanman. Mana uylanding, endi onangdan ruxsat so'ramassan, ha? Endi ruxsat so'ramayman. Endi kechki saunga boramiz, ha? Yana onangdan ruxsat so'rayapsanmi? Yo'q, xotinimdan ruxsat so'rayapman. Iltimos, boray.